15 yoshda ota bo'ldim. Yo'q, ona bo'ldim. Bolaning otasi kim? Bolaning otasi Feruz. Yopay seni og'zingni. O'zbek o'qish to'rttasi bilan gaplashgan to'ring-a? Ayting. Shahzod degan bachcha, Baqay tog'asi o'zining, Diyor degan bachcha. Siz bolaning otasi kimdan deb o'ylaysiz? Menimcha Baqay tog'asi bo'lsa kerak. Bolaning otasi siz bo'lishingiz mumkinmi? Opchim, babchi. Bo'ldi, ortiqcha savol bermaymiz. Endi so'z navbatini Xotin-qizlar qo'mitasi Madinaxon, marhamat. Nima uchun imенно sizni ayblashyapti? Bilmasam? Siz qizni uyiga borib turarmidingiz? Ha, har kuni kelib turardi. Seni og'zingni olib turay. To'g'rimi? Har kun borardim, lekin dars qilishga borardim men. Rasa billa dars qilasizlar ekan, a? Necha soat dars qilardilar? Yo, men faqat dars qilish bormasdim. Uydagilarimiz bilanga borardik, biz pomidor ekkan-a. Uysavat bu Baqay tog'asi bilan uyga kirib ketdi-da, telefondan bir nimalar mana chiqarib o'tirman, chiqarardi ularga. Keyin men qayerdan bilaman, shunday qilishim, pomidor ekib ko'rdim aka. Mashina olmoqchi edim aka o'zim men. Mashina olmoqchimiding? Ha. Men senga zo'r maslahat beraman. Texas Credo Card 1 yildan 3 yilgacha muddatli to'lovga hech qanday foizlarsiz olsang bo'ladi. Keyin gaplashamiz. Aka, siz ham mana qizga o'xshab mahallam yo'q. Siz shantazni qilmayapsizmi keyin? DNK natijasi chiqdi. Endi studiyaga qishloqning raisini chaqirib qolamiz. Qani marhamat. DNK natijalarini Madinaxonga bering. DNK natijasi chiqdi. Bolani otasi. Afsuski siz emas ekansiz. Men senga aytuvdimmi? Men senga Marhamat qilib studiyani tark etishingiz mumkin. Men aka, studiyadan ham tark etaman. Buni hayotidan ham tark etaman. Qishloqdan ham tark etaman. O'sha pomidordan ham tark etaman, tushundingmi? Hammasi. Ha! Men bizlar topdimmi? Sen menga boshimga ayb qo'ymoqchi eding. Siz oqsoqol bo'lib nima qilaysiz-a? Ukajonim, to'g'ri tushun. Oqsoqol bo'lsam, qanchadan qancha insonlarga namunaman. Bu tarqab ketsa bo'lmas. Xalq bilsin, buni xalq bilsin, hamma aytaman. Texas Credo Carddan mashina olib beraman senga. Menga kerak emas. O'zim ham u bilan vlot taklagan berika o'narsan, tushundingizmi? Ha, bo'pti, DNKni hal qilib, tanish bilishini qilibdi. Seni olib chiqib ketdimmi? Ko'tingni qil endi, xalq bilmasin. Menga nima farqi bor? Yurasizlarmi, yurmaysizlarmi? Menga vobsi farqi qilmaydi. Lekin bilib qo'yinglar. Bachani otasi Baqay tog'a